Barman. Assalomu alaykum. Sen qila turasiz. Hozir gapingizni eshitib qoldim. $100 deyapsiz. Nima degani u $100 degansiz? $100 berasiz, kreditingiz toza bo'lsa bo'ldi. Proviz bo'lsa kelasiz, mashina minib ketaverasiz. Kredit deganingiz qishloqdan hech kimdan qarzim bo'lmasa, mahalladan qarzim bo'lmasa berasizmi? 20 ming tanga tushuntirsak bo'ladimi aka? Shunda Aka siz bilan ham gaplashganmiz-ku. Ya mayli, siz bilan ham gaplashganmiz. Aka mana men mashinaga olib kelganman-da, bu yerga men mana shu jintra, oq jintrami, mana bu jintrami oq olib kelganman. Otingiz kim aka? Farruh akajon. Mijiga ham jintra qilib berdingizmi? Miji oshnamga? Shu yerdan jintra. Kim miji? Miji, Mirjalolmi? Yo'q, Miji. Yo'q. Hozir izingizni ham oldik, yaqinda taniysizmi uni? Miji. Yo'q. Men bor edi. Xo'p akajon, mana qilib beramiz aka, bemalol. Nima qilib berasiz? Mashina olasizmi? Olaman men. 19 yoshda olishganmisiz? Nima degansiz? 19 yoshda. Aka siz bilan ham gaplashganmiz-ku. Mana aka kim bu? Otingiz kim? Bloger bo'ladi. Mobilga. shu proyektga sen ishlagan aka. Mayli, nima qilsangiz siz chetroq turib turing, aka bilan gaplashyapman. Necha yosh bo'lish kerak? 19 yoshdan 60 yoshgacha akajon. 19 dan kattaman men lekin aka. Bo'ldi, qilib beramiz. Kredit tarixingiz tozami? Aka hamma joyim toza. Ishonmaysizmi? Hamma joy top-toza. Mana partiyaga qarab, partiyaga deb kerim yo'q. Mana ko'rasizmi? Top-toza hamma joy. Bemalol 20 ming tanga hamma narsani tushuntirib, nomingizga anaqa qilib beramiz aka. Bitta syomkani qilib olaylik. Aka, siz syomkangizni qilib turing. Men mashina olishim kerak. Mashina sotishim kerakmi, reklama qilishim kerakmi? Sotishimiz kerak. Nech pul aka mana shu bosh to'lov? Bosh to'lov $100 bering aka. $100 ha? $30 bo'ladimi aka? Baraka qishloqchasiga. $40. Qo'l qosib birat. $50 aka. Aka, $50 barakami? Yo'q. Ya aka, biz savdolashyapmiz. Biz qishloqcha savdolashadi aka. Yo'q, rahmat. Biz ham shunday savdolashamiz. San muomala bilan savdolashamiz. Unda mol olmayapsiz aka. $80 barakami aka. $90 barakami? Qo'ring, shuni $100 qiling, baraka bo'ldi. $100 qiling. $100 qilsam rozi bo'lasizmi? Bizga mayli, biz rozi qilib beramiz. $100 mi? $100. Kredit tarixingiz toza bo'lsa, proviz bormi? Haydash bilasizmi? Haydash bilishsiz, proviz bormi? Bular provom yo'q-ku. Kimda prov bor? Oila a'zolarida kimdadir prov? Mejiniki bor. Mejin biroz o'taman. Meji kim bo'ladi sizga? Oshnam bo'lar. Yo'q, oshna o'tmaydi. Kimniki o'tadi? Yaqin ota-ona, aka-uka, opa-singil. Birinchi darajali qarindoshga o'tadi. Kimniki bor qani? Sodiq o'taman oshnam. Sodiq oshnam. Jon aka, do'st, oshna, og'ayni, o'rtoq, drug o'tmaydi. Kimniki o'tadi? Dadangiz, ayangiz, otangiz, onangiz, akangiz, ukangiz, opangiz, singlingiz. Ha, otam mashina bir marta akut qilib urib oldim, otam urib o'ltirgan mashina olayotgan bilsa. Yo'q. Ha, kilgil gap aka, kilgil gap. Mashina olish hayotda men ham mashina olsam bo'ladimi? Provom degan mashina olish mumkin emas deganmiz-ku. Bo'lar. Qilib beramiz aka, qilib beramiz. Yetib turing. Urush qon. Qonimda ana bor-da, mening suyuqlik bor-da, bo'shashib ketadi qon. Doktor chaqiraymi aka? Kasalmanmi men sizga? Endi qonimda suyuqlik. Yarim soat o'tirib turing, shuna videoni olib, polning bafini. Aka, vaqtim yo'q-da. Meni vaqtim soatni qarang. Necha bo'ldi soat? Soat qo'yib olaylik. Quyoshga qarab bilmaysizmi? Hozir 3:30 bo'ldi soat. Mana quyosh salbni qish turibdi-ku. Soatni shunday bilaman. To'g'rimi yarim to'g'ri? soat kadashsiz. Yarim soat. Quyosh sal xato beryapti. Osmonda bulut bor-da aka. Otingiz kim edi? Farruh. Farruh aka.